Mikoz holat, zamburug'lik jarayon. Boshlanganiga qancha bo'lgandi kasallik? 1 yil. 1 yil davomida nima lecheniyalar qildik? Sharxonda hamma Andijonda ham davolandim. Ancha lecheniyalar oldim. Foyda bermadi. Keyin internetdan buni ko'rib qolib, telefon qilib nima qilib, shu nima qildik, zakaz berdik dori mahsulotlariga. Olib davom ettirib lecheniyani 2 oy davomida 2 oyda yaxshi bo'ldi. Necha foiz badaningizda bor? Ko'paydi. Qo'limga chiqdi, yuzimga chiqdi. Hozir qo'lingizni mundoq qila olasizmi? Hozir ketgan a? Ha, Shu mana zamburug'lik sal jarayon. qoldi. Qancha lecheniya qildingiz Dermalife kompleks bilan? 2 oy. Internetda ko'rib qoldim, telefon qilib so'radik. Siz Dermalife kompleksdan qilgan lecheniyadan necha foiz rezultat oldingiz? 100% roziman, minnatdorman, yaxshi bo'lganimdan. Shu kompaniyaga zakaz berib dori mahsulotlarini olishini nima qilaman? 100% Maslahat natija beraman, oldingiz. 100% natija oldim. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mikoz holati, zamburug'lik jarayon. Boshlanganiga qancha bo'lgandi kasallik? 1 yil. 1 yil. 1 yil davomida nima lecheniyalar qildik? Sharxonda hamma Andijonda ham davolandim. Ancha lecheniyalar oldim. Foyda bermadi. Keyin internetdan buni ko'rib qolib, telefon qilib nima qilib, shu nima qildik, zakaz berdik dori mahsulotlariga. Olib davom ettirib lecheniyani oldim. 2 oy davomida 2 oyda yaxshi bo'ldim. Mana zamburug' chegarali, to'g'rimi? Mikoz nimaligini ko'rsatuvni ko'rayotganlar, videoni ko'rayotganlar tushunishlari uchun. Chegarali zamburug'lik holat tana bo'ylab tarqalishni boshlagan. Necha foiz badaningizda bor edi? Ko'paydi. Ko'pmidi? Ha. Butun badanga Oyoqlarimda. tarqab ketdi. Yo'q, oyoqlarimda. Oyoqlaringizda. Qo'limga chiqdi, yuzimga chiqdi. Hozir qo'lingizni mundoq qila olasizmi? Hozir ketgan a? Ha, Shu mana zamburug'lik sal jarayon. qoldi. Sal O'rni bor. qolgan. Qancha lecheniya qildingiz Dermalife kompleks bilan? 2 oy. 2 oy davomida. Nima uchun aynan Dermalife kompleks mahsulotini tanladingiz? Internetda ko'rib qoldim. 2-3ta videolarini ko'rib, keyin telefon qilib so'radik. So'rab ularni yaxshi bo'lganini ko'rib, shuni tanladim. Tushunarli. Zamburug'lik kasallik uchun Dermalife kompleks mahsulotining aynan qaysi biri siz uchun foydaliroq bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana hammasi, siropi ham, sovuni ham, mazasi, Hammasi foydali bo'ldi. hammasi foydali bo'ldi. Ya'ni o'zingiz kutgandan mana qarang, odam baribir bitta rezultat uchun bitta dorini ichsangiz 50%, 70% rezultat olsam ham deb qiladi-da. Siz Dermalife kompleksdan qilgan lecheniyadan necha foiz rezultat oldim deb o'ylaysiz? 100%. 100% tuzaldingiz. Qo'lingizda qolgan-ku, lekin shunda ham baribir 100%. Ha, bundan yomoni edi qo'llarim. Ha, alhamdulillah. Mamnunmisiz Dermalife kompleks mahsulotidan? Rahmat, mamnunman. Hech qanaqa e'tirozingiz yo'qmi kompaniyaga nisbatan yoki bizning xodimlarga yoki mahsulotimizga nisbatan? Yo'q, Rozisiz-a ya'ni? Roziman. Minnatdorman yaxshi bo'lganimdan. Qilgan lechenialaringizga nisbatan solishtirsangiz nimasi bilan afzalroq ekan siz uchun Dermalife kompleks? Foydali. Ham foydali, nimasi ham shifo bo'ldi. Dorilari, nimalari yaxshi bo'lganimdan xursandman. Mana qarang, kompleks shaklda berganmiz-a biz sizga. Ham sovun, ham krem, ham sirop shaklida. Komplet. Siropni boshqa foydalarini ham sezdingizmi? Zamburug'lik protsessdan boshqa foydalarini? Masalan, uyquda, hazmda, qabziyatda va hokazolarda. Ha, yaxshi. Har tomonlama foydasi bor ekan. Har tomonlama foydasi bor ekan. Yaxshi. Xo'jayiningiz mana kadr ortida turibdilar. U kishi sizni mahsulot olishingizni qo'llab-quvvatladilarmi yoki boshida to'xta shoshma, qanaqa kompaniya ekan dedilarmi? Yo'q, qo'llab-quvvatladi. O'zi Xudoga shukr, o'zi nima qilib, dalda bo'lib turdi. Yaxshi. Yaxshi bo'lib ketasan deb. Umringiz uzoq bo'lsin. Demak, xo'jayiningiz ham hissalari katta mahsulotdan foydalanishdi. Xo'jayinim davolatdi-da. Umrlari uzoq bo'lsin. Davo lecheniya chorasi sifatida yana bir kurs lecheniyani, yakuniy lecheniyani qilib qo'yasiz. Parhezlarga jiddiy qarang, shaxsiy gigiyena bo'yicha berilgan ko'rsatmalarga jiddiy qaraysiz degan umiddaman. Nima savollaringiz bo'lsa, istagan vaqtingiz Telegram tarmog'i orqali shaxsan o'zimga Iskandarbekka istagan vaqtingiz murojaat qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Mana u sizni kuzatayotgan aynan zamburug'lik jarayonlardan aziyat chekayotganlarga fikringiz qanaqa? Shu kompaniyaga zakaz berib dori mahsulotlarini olishini nima qilaman? 100% natija oldingiz. 100% natija oldim. Xudoga shukr, nima yaxshi bo'lib ketdi. Sizni yutug'ingiz mana psoriaz, ekzema kabi kasalliklardan ko'ra zamburug' bittada yo'q bo'ladi. Lecheniya qilinsa, to'g'ri lecheniya qilinsa va boshqa bezovta qilmaydi.
Bezovta qilmaydimi? Boshqa bezovta qilmaydi. Ha, boshqa kasalliklar qaytib chiqaveradi, qaytib chiqishi mumkin, qaytalanishi mumkin. Sizniki alhamdulillah unaqa kasallik emas. Zamburug' to'liq yo'qolgandan keyin sizni boshqa bezovta qilmaydi. Faqat doimiy teringizga nazoratda ushlaysiz, tartib intizom bilan hayot kechirasiz. Boya aytganimdek shaxsiy gigiyena qoidalariga jiddiy rioya qilasiz. Va xudo xolasa boshqa qaytalanmaydi. Hop. Xursandmiz sizdagi natijalardan. Xursandman. Xonadoningiz to'g'ridan joy berganingiz uchun rahmat. Hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar, biz Andijon viloyati Andijon tumanida zamburug'li mikoz holatidan aziyat chekkan opamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. U kishidagi rezultatni o'zlarining og'izlaridan eshitdinglar. Ayrim etik sabablarga ko'ra ularning rasmlarini, ismlarini aytmaymiz. Va o'ylaymizki, bundan o'zingizga yarasha xulosa chiqarasiz. Dermalife kompleks mahsuloti zamburug'iga 100% yechim bo'la oladi. Sog' salomat bo'linglar.